Wow. Assalomu alaykum, hurmatli mijozlarimiz. Klientlarimiz ishlaymiz qilib berdik. Bu klientlarimizga qilib bergan ishlarimiz 12 ta ekanmiz, 12 ta bolishli bo'ldi. Bulardan qilib bergan ishimiz 8 ta miramiz, 8 ta bolish bir taraflamali. 4 dona maloshli ekan lozim. 4 dona bir taraflamali bolishi bilan. Videoda oxirigacha ko'rsangiz, sizlarga ularni birma-bir ochib ko'rsatib boramiz. Bronza miramizni qo'yilgan holati. Bitta ko'rsalaring bo'ladi. Qo'g'lari 8 qo'g'oq, bir dona ekan lozim ichiga 3,5 metrlik 7,5 kilo paxta solingan holatda bo'ladi. Orqasiga astarlari bilan o'ziga moslab bir xilda qilib tayyorlab berganmiz. Bu komplektimizga bolish qilib berganmiz. 8 ta miramirdan bolishimiz, bolishlari ham bir taraflamali bo'lgan, o'zi bilan bir xilda. Keyingi komplektimiz, bitta ko'rsatib yaqinroqdan, maloshli svet ekandozligimiz bo'lgan. Bu ekandozligimiz ham bolishlar o'zi bilan bir xilda qilib tayyorlab bergan. Bu ham ko'rsangiz bo'ladi. Bu ekandozimiz ham 3,5 metrlik, ichiga 7,5 kilo paxta solingan. Astarlarni ko'rsangiz bo'ladi. Karashme qilingan, o'zi bilan bir xilda. Bolishlarimiz bu ham bir taraflamali. Agar sizni xohishingiz ikki taraflamaligi bo'lsa, ikki taraflamali qilib tayyorlatib beramiz. Ekandozlar razmeri kichikroq yoki kattaroq bo'lsa, siz aytgan razmerda tayyorlatib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bepul. Shunaqa xizmatlar zarur bo'lsa, Aslzoda Duxoba magaziniga murojaat qilsalar ham bo'ladi. Ishlarni chiroyli sifatli qilib bitkazib beramiz.